Barcha inson sizlar bilan aşağı Xo'p, nima yesam bo'p desam sizlar. Men zombilardan yashirib qoldim. Уже ertalab bo'ldi. Men qatdan keldim sizlar. Video anaqa o'chirdim-da. Video yo'q ekandan sizlar boshlagan kech payti edi. Videoni o'chirib qo'lini o'ldirib o'zimni yasab oldim. Endi boshqalar yo'q. O'zi o'lib ketgan to'g'risini aytsam, qayta tirildim. Hech narsa qilmadi. Sizlarga o'lib ketganimni aytgim keldi. Hech narsa qilmaydi do'stlar, bo'lmasam biz boshladik. Xo'p, bo'lmasam avvalini sindirib olishimiz kerak. Voy. Xo'p, aytgancha bu video shader bilan Minecraft o'ynaymiz degan shunaqa. Hozir shader yo'q chunki shader bilan qotyapti, ham chiqib ketdi. Shader bilan shuni shader bizga hozir ovqat kerak. Shader bilan o'ynasam ham chanklar ham past ko'rib turibdi. Balki qotmas chanklarni birlashtirsam 6 ta chank yetarli chank bizga va qotmaydi. Chank FPS 32-36 atrofida zo'r. Shader bilan Minecraft o'ynaymiz. Endi display qilishga majburmiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Deb hazillashmayman do'stlar, shaderlarni yoqamiz. Hozir shader yoqaman, to'xtab turinglar. Voy, skelet. Oy. O'lib ketishni xohlamaymiz. Yaramas skelet menga o'q otdi. Xo'p do'stlar, hozir. Do'stlar, nimagadir shader zo'rg'a tashlata oldim men. Va shaderda juda ham qotishlar bor. Nimagaligini men tushunib yetdim. Bu nimaga deb o'ylaysizlar? Aytaymi? Men boydan beri 1.21 versiyada o'ynayotgan ekanman. Shunga shader ishlamagan ekan, kabellarni to'g'irladim va 1.21 ga kirdim va ishlayapti. Hozir qochyapti o'shanga nima desam bo'lardi. Endi boshqa ilojimiz yo'q. Endi mana shunda o'ynaymiz chunki 1.21 ga qaytib bo'lmaydi endi bu iloji. Shader ham sal qotyapti chunki juda ham nima chanklarni sal pasaytiramiz. Qochish bor endi. Afsus do'stlar, kechiringlar mana shaderlar. Shuncha shaderim bor mana. Qochish juda ham baland. Hozir cho'kapaki lightda turibmiz. Eng oddiy shaderda. Hop, chanklarni pasaytiramiz. 4 ta chankni uncha qotmayapti, nima bo'ladi? O'sam biz boshladik. Hop. Men ovqat qidirishim kerak do'stlar, ovqat. Tushib ketdim, hozir o'lardim. Hozir do'stlar gamerolar to'g'ri yo'qmi? Rule kep inventor true. Bo'ldi, qarshilik qilmanglar iltimos, chunki endi o'lib qolsam shuncha narsalarimni. Xo'p, oldingi safar do'stlarim bilan video olgan bo'lsam, hozir bitta o'zim olaman. Albatta endi bugun ham maktab bor. Ketaman hozir maktabga, do'stlar, aslincha video oling deb kirdim. Mana hozir 3 minut yozaman, bir 12 minut yoki 10 minut yozaman. Doimman. Xo'p. Okey. Abed bo'lamiz hozir menimcha. Do'stlar, juda ham ovqat zarur bizga. Juda. Ovqatsiz juda o'lib qolmayman. Ovqat. Temirni qayerdan oldingiz sizlar? Aytganimdek, temirni boya zombidan olgandim. Bu zombini bolachasi kelib bitta meni urdi, keyin men uni qarshilik ko'rsatdim. O'ldi. Aytgancha mana shader-ku cho'kapakida shunaqa bo'ladi. Hozir bitta suv yo'q. Mana bitta bor. O'zi bu yo'q, bu xo'p. Do'stlar, abed bo'pti, cho'ta. Mana shu suvda. Suvni ahvolini qarang. Ovqat yarim. Jon 1.5 qoldi tezroq.
Hop, onu pişirib yemasak bo'lmaydi. Salmonni. Yaxshi. Çok yaxshi. Bu salmonni biz pişirib yeymiz hozir. Qorin judayam och. Qorin shunchalik ochki, o'lib qolish darajasiga yetib kelyapti. Qo'y. Salmon qo'y. Daraf salmon. Okey. Qorin shunchalik o'rmon qo'yish kerak. Zo'rga yo'llari juda ham parokanda deb hechkan bu quyoshni. Hop. Nihoyat salmon olamiz. Ye xarosh do'stlar, nihoyat jon to'lyapti. Vaqtiga bitta salmonni yeb shuncha jon to'ldirib olishimga yetdi. Xo'p do'stlar, 6 minut bo'ldi. O'sha bir pasda ko'rasizlar, vaqt hozir shunaqa tez o'tyapti. Hammada shunaqa vaqt hozir do'stlar. Juda ham tez o'tyapti. 5-6 salmon yeyishga salmon olamiz. Nihoyat ham to'ldirib oldik. Hop, qorin sal-pal to'q, endi bitta ko'mir bor ekan, olamiz. Kamar olamiz. Sildirlar, da o'yasam ekan. Nima yarab? Mana bu qo'yish kerak. Endi sindirib olamiz ko'mirni. Sindirib olamiz. Baribir sekin sindirib olamiz. Sekin sindirarkan. 3 ta ko'mir ko'lab olib o'tdan ketamiz do'stlar. Do'stlar, juda ham salmon kerak bo'ldi. Bu ya'ni baliq. Yaxshilari. Do'stlar, shunday kirib ketdi. Okey. Bulutlardan ketamiz. Karanlık düşmeyapti. Okey do'stlar. Okey. Pastga tushamiz-da endi tepaga. Bu qo'y chiqmayapti, chiqibdi. Qo'yga bir harfni do'stlar. Hop, nimadirlar bu yotibdi. Nima bo'pti bu? Hop, ne bo'ldi? Ketdik. Qo'limiz tapocham, soyamga qaraylik mana. Soyam, hop do'stlar. Minecraft o'zida soya tushmaydi nimagadir. Bilmadim, vashga. Chiqish kerak bo'pti. Tez mana savollik. Bitta kirib ber, o'ldim. Nimaga deymi? Mis bilan adashmasam unaqa yasash kerak. Xo'p. Ikkinchi do'stlar, men maqsadni o'zgartirdim. Oddiy strukturaviy emas. Bilsanglar, artefakt video qo'yapti. Artefakt video qo'yapti, ya'ni hamma anaqalarni bajardim degan videoni. Shu videoni biz endi bugun boshlaymiz. Maqsad o'zgardi. Endi artefakt videoga bog'laymiz o'zimiz videomizni. Endi let's go. Ya'ni hamma achivkalarni qilib chiqamiz. Mana. O'xti, o'tdashi anaqa ko'p achivkalar bor. Manta mes olishimiz kerak. Mesni nimadir o'ldirishimiz kerak. 50 ta joy kerak. Bu eng yangi versiya o'zidan nayda yo'q, kraket yo'q, ko'p versiya yo'q. Chunki men pajalasherda o'ylasam eng yangi versiya mana shu. Bundan katta versiya yo'q. Bor, 1.21.9 bor. Bundan katta versiya. Do'stlar, endi chiqib qo'yamiz deb hazillashib qo'yamiz.
Biz boydan beri ovqat qidiryapmiz. Qilib ekshimiz shu. Va mana pastda baliqlar yuribdi. Hop, omad bo'ldi. Mana shu mana qo'yib qo'yaylik. Do'stlar, tepaga chiqishimiz kerak. Hamma shifkalarni bo'ldi. Tepa qilib aylanib yurib bo'lsa haqiqatda o'yini boshqa bo'lmaydi. Juda Mavlana anaqaga aylantirish maqov yuribman qo'limda chiq. Tepagacha. Hop, ashifkalar olyapman hali. Hop, bir qanaqa ashifkalar bor? Misolganimizga ashifka yo'q. Qasa ashifkani qilsam bo'lsa yaxshi bo'lardi. Bir qushloq topmasam zo'r o'yib ketardi hammasi. Hop, qasa ashifkani qilsam ekan. Hop, bitta Guardian oldiga borish kerak. Okey do'stlar, bir zo'r achivka bilardim, uni esimdan chiqib qoldi. To'xtanglar, biz mana bittaga shit yasab olsa yaxshi bo'lardi. Shit qanaqa qilyapsiz? Bunda shit yasashni ham bilmayman. Qo'yamiz qarton. Hop, bu yerdan ketamiz endi. Shit yasab oldim, bu shit bilan bir zadaniya bor, ya'ni taka ayim yo'q, taka ayim. Kimdir menga skeletmi yoki kimdir meni ursa, u yo skelet urish kerak-da. Skelet ursa meni bu takmi bu. Vashshi men buni ko'rmayapti menga. Kimga ko'rinyapti bilmayman. To'xtanglar do'stlar, hozir. Hop do'stlar, ikkinchi shaderga o'tkazdim. Ikkinchi shader mana. Nasıl ko'rinyapti? Mana zo'r ko'rinyapti. Animasiya bor. Lekin ko'rib turibsizlar. Odam viji o'yotibdi g'alatini. Azizga shu shaderdan o'ynab ko'ringchi. Keyin safar bo'ladi. Hop. Achivkalar qilishni keyingi shaderdan keyingi videoda boshlaymiz. Keyingi video tez ko'p narsalarni qilamiz. Hozir maktabga ketishim kerak. Bo'lmasam hammaga xayr. Iltimos kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalga obuna bo'lmasanglar